24 voltli detskiy pultli mashina uchun Toshkent shahridan akkumulyator zakaz qilishgan. Akkumulyatorlarni tayyorlab, xudo xolasa ertaga chiqarib yuboramiz. Buning ichiga mana shu ko'rinishdagi litium akkumulyatordan 18 dona terilgan, domeslar bilan qo'yganmiz. Ya'ni 3 tadan 6 qator terilgan. Hozir 100% to'lgan holatda 25/2 bo'ladi. 25/2 zaryadi. Bunga qo'shib o'zini zaryadligini ham qo'shib jo'natamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Suqqanda yashil chiroq yonadi. Bu zaryadnikni har doim mashinachani o'zini zaryadga suqadigan joyiga ham suqib ishlatsa bo'ladi yoki o'ziga ham mana bunga o'xshab razyon qo'yilgan mana shu joyiga ham suqib ishlatsa bo'ladi. Zaryadkaga suqqan paytda qizil svet yonadi. Zaryad to'lgandan keyin bu yashil svet yonib qoladi. Aslida detskiy pultli mashinachaning ichida bundan qalinroq akkumulyator bo'ladi. U zaryad uzoqqa yetib bormaydi va uzoq xizmat qilmaydi. Kimga shunaqa 24 voltli detskiy pultli mashina uchun akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning turli viloyatlariga dostavka bor BTS orqali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, tuzimsiz? Batareyangiz vashida dahshat ekan aka. U hali tugagani yo'q aka. U kod yoqib qo'ydim, u ishlayapti hali ham. Hali bir anaqa qilishni tugashdan hali anaqasi yo'q. Hali ham anaqa 3 ta turibdi uroveni. Bittaga ham pastga tushgani yo'q. U bir haftaga yetadi yo'q bunaqada aka.